Assalomu alaykum barchaga. Aziz abituriyentlar, ustozlar. Demak, 30 kunlik marafonimizni birinchi kun vazifalarni tahlil qilamiz. Demak, birinchi kun masalasi. Demak, birinchi makakada diploid to'plam 48, spermatogenez, ya'ni erkagi anafaza 2 bosqichdagi xromosom holati qanday bo'ladi deyapti. Demak, diploid 48 bo'ladigan bo'lsa, 44 hafta so'ng ikkita jinsiy xromosom bo'ladi. Profaza, metafaza, anafaza to'plam diploid bo'ladi. Telefazaga kelganda, ya'ni xromosoma ikkitasi kamayishi kerak. Ya'ni 26, 23 plus X bo'lishi mumkin. Ikkinchi qutbda 23 plus Y bo'lishi mumkin. Mana shu holat profazaga o'tadi, ya'ni profaza 2ga. Profaza 2 metafaza 2da bir xil bo'ladi. Anafaza 2da xromosoma demak o'rtasidan uzilishi natijasida ikkitasi oshiq bo'ladi. Ya'ni 46 plus 2 X bir qutbda, ikkinchi qutbda 46 plus 2 Y bo'ladi. Mana shu joyini ozgina xato ketibdi. 46 plus 2 Y bo'lishi kerak. Telefazada bular ham o'rtasidan bo'linadi va 23 plus X 2ta, 23 plus Y dan yana 2ta, ya'ni jami 4 ta hujayra hosil bo'ladi. Masalamizda bu yerda anafaza 2 bosqich so'ralgan ekan. Javob 46 plus 2 X yoki 46 plus 2 Y bo'lishi kerak. Ikkinchi masalamiz, diploid navli 24 xromosomaga ega bo'lgan tamaki va tetraploid navli tog'olcha o'simliklari urug'langan markaziy hujayrasini mitoz sikli anafaza yakunidagi xromosoma sonini aniqlang deyapti. E'tiborli bo'lamiz. Demak, tamaki o'simligi spermatozoid gaploid bo'ladi 12 ta, markaziy diploid bo'ladi 24 ta. Va bundan hosil bo'lgan endosperm qancha bo'lyapti? Bundan hosil bo'lgan endosperm ikkalasini qo'shib 36 bo'lyapti. Tog'olcha bo'yicha tetraploid deyapti. Tetraploid 32 to'plam bo'ladi. Demak, sperm bu yerda diploid, markaziy esa tetraploid bo'lishi kerak. Tetraploid to'plamni ustunligi uchun. Va bularni qo'shadigan bo'lsak 48 ta bo'lyapti. Bu normal holatda. Lekin masalamizda mitozning anafazasi deyapti. Anafazasida yanada ikkilantirishimiz kerak. Demak, bu yerda 72 ta bo'ladi ekan tamakida. Demak, tog'olchada 96 ta bo'lar ekan. Mana shu demak ikkinchi masalamizning javobi. Uchinchi masalamizga qaraymiz. Agama, ya'ni reptillarda jami xromosom 24 degan. Mana yozib bo'lganmiz. Jami xromosom 24 ta. Tak, masalamizda o'rganilayotgan barcha belgilar gomozigoda holatda bo'lsa, mana shu joy muhim. Urg'ochi demak, reptilian aytyapti. Urg'ochi bo'ladigan bo'lsa 24 ta plus XY bo'ladi. Chunki reptillarning urg'ochi geterogameta bo'lar edi. DNK xili so'ralgan. DNK xilini topish uchun biz N+1 formulada foydalanamiz. Ya'ni N bizda 12 ta plus 1, ya'ni geterogameta bo'lgani uchun bittadan qo'shyapmiz. Bu yerda 13 xil DNK bo'lar ekan. To'rtinchi masalamiz, oogenez jarayonidan so'ng 100 ta tuxum hujayra hosil bo'lgan bo'lsa, boshlang'ich tuxum hujayralar sonini aniqlang deyapti. Demak, agar spermatida nazarda tutilgan bo'lsa, tuxum hujayra deyapti ekan. Avagoniyalar, avositlar nazarda tutilgan bo'lsa, 1:1 nisbat bo'ladi. Yoki bitta birlamchidan 8 ta tuxum hujayra hosil bo'ladi. Agar biz 100 ni bu yerda 8 ga bo'ladigan bo'lsak, 100 ta tuxum hujayra hosil bo'lgan ekan, bu yerda 12,5 bo'lishi kerak. U dastlabki birinchi jinsiy hujayramiz. Lekin bu yerda boshlang'ich jinsiy hujayra deb birinchi tartib ovositlar nazarda tutilgan. Shu sababdan biz 1:1 nisbat deb 100 ni belgilashimiz kerak. Beshinchi masalamiz, lyupin xloroplastda 162 molekul aktiv hosil bo'lgan. Mana xloroplastda 162 aktiv va 18 ga bo'lib biz glyukozani topamiz. 9 mol glyukoz ekan va uni ma'lum bir qismi chala va to'liq parchalangan. Natijada mitoxondriyada 216 aktiv, 36 ga bo'lib biz to'liq parchalangan glyukozani hisoblab oldik va mana shu oltini issiqlikka ko'paytiradigan bo'lsak 720 bo'lyapti. Sababi bizda issiq energiyasi berilgan 960, undan 960 dan mitoxondriyani to'liqni ayiradigan bo'lsak 240 chilaga qo'lyapti va buni 120 ga bo'lsak chala parchalangan glyukozan molni hisoblab oldik. Demak, e'tibor bergan bo'lsangiz, jami hisobda bu yerda 8 molekula glyukoza bo'lyapti. Oldin 9 molekula edi, 8i parchalangan. Demak, bittasi parchalanmagan ekan. Bittasi uchun 18 ta aktiv xloroplast, 18 ta aktiv, demak xloroplast ortib qolishi kerak. B qismida glyukoza necha foiz to'liq parchalangan deyapti. Jami 8 parchalangan bo'lsa, 6 to'liq, 6 taqsim 8 bu yerda
75% bo'lar ekan. Demak, agarda masala bo'yicha tushunmagan joyingiz bo'lsa, izohlarga yozib qoldiring. Test qismiga o'tamiz. Tak, birinchi testimiz morfologik, ekologik va fiziologik mezon dalillari to'g'ri juftlangan javobni aniqlanyapti. Demak, baliq tuxumlarida litsinkalar rivojlanishi. Demak, bu ekologik mezon. Urug'lardagi yog' miqdori yoki areal bo'ylab tarqalishi bu yerda berilmagan. Shu sababdan 2 va 3 kirgan javoblarimizni chiqarib oladigan bo'lsak, bu yerda B variant qolyapti. Tahlil qilamiz. A qismi morfologikka 5, gulning tuzilishi va meva turi to'g'ri. B ekologikka 6, organizm suv muhitiga moslashishi to'g'ri. C fiziologikka 1, baliq tuxumlaridan litsinka rivojlanishi. Bu ham to'g'ri ekan. Ikkinchi savol. Suvarakning somatik hujayrasiga xos bo'lgan xususiyatni ko'rsating. Sitokinez plazmatik memma o'rtasida botiqlik paydo bo'ladi. Bilamizki, botiqlik hayvonlarga xos. Demak, buni to'g'ri javob deb olsak bo'ladi. Bu javobning nimasi xato? Bu yerda DNK 48 deyapti. Mitoz sikli metafazasida. Metafazada to'plam 2/4 bo'lishi kerak. Bu yerda 4s DNK 96 bo'lishi kerak edi. 48 degani uchun buni chiqarib yuboramiz. Undan tashqari mitoxondriya kristallarda lipid parchalanishi bu ham noto'g'ri fikr va hujayra markazi bo'lmaydi. Bu ham noto'g'ri fikr. Demak, 2 ga javobni belgilasak bo'lar ekan. Uchinchi savol. Qovoqning faqat oila, faqat sinf uchun xos bo'lgan xususiyatini belgilang deyapti. 1. Gullar bir jinsli. Bir jinsli ekanligi bilan faqat oilaga xos. Mabodo sinf, ya'ni B ga 1 kirgan bo'lsa, chiqarib yuboramiz. Mana bu yerda bu javob chiqib ketdi hozircha. 2 murtagida ildizda poyasi 2 ta bakcha, ya'ni 2 o'piral deb aytmoqchi. Bu sinf uchun xos bo'lgan xususiyat. Mabodo A ga 2 kirgan bo'lsa, uni chiqarib yuboramiz. Lekin unaqa javob yo'q ekan. 3. Meva soxta meva ekanligi deyapti. Soxta meva bo'lishi bilan faqat oilaga o'xshaydi. B ga 3 kiradigan bo'lsa, uni ham chiqarib yuboramiz. Demak, D javobi ham bizda chiqib ketdi. Hozircha A va C javoblari qoldi. Farq qiluvchi bu yerda 4 ekan. Barglarning tomirlanishi. Barg tomirlanishi bilan bu sinfga xos. A ga 4 kiradigan chiqarib yuboradigan bo'lsak, ya'ni faqat oilaga, bu yerda A javob qolyapti. 4-chi savol. Quyida nechta tip va nechta sinf berilgan? Sanaymiz. Zigar kurti. Tak, есть cho'lchanga tipi. Meduzasi bo'shliqlar. Qoramol tasmasi cho'lchanga bu yassiga kiradi. Buni boya sanagandik. Yomg'ir cho'lchangi halqalar hozir 3 bo'lyapti. Va bu yerda bo'g'moqlar berilgan. Demak, 4 ta tip bor ekan. 4 ta faqat mana shu javobda bor. Endi sinfini sanaymiz. Zigar kurti so'rg'ichlar bitta. Qutb meduzasi meduzalar sinfi. Tasmason cho'lchanglar sinfi 3 bo'ldi hozircha. Yomg'ir cho'lchangi kamchuklar, zuliklar. Zuliklar sinfi 5 ta bo'ldi. Umuman qisqa simmonlar 6 ta. Demak, kan o'rgimchak simmonlar 7 ta, ischoptopar bo'lsa, hasharotlar sinfiga kiradi. 8 ta kandalat sinfi ham hasharotlarga kiradi. Demak, 4 ta tip, 8 ta sinf berilgan ekan. Javob bu yerda C variant. 5-chi savol. Qaysi gormon odam organizmida suyaklarning o'sishini boshqarishda ishtirok qiladi? Bilamizki, bu somatotrop, ya'ni gipofiz bezining gormoni edi. Demak, mana shu boshlagan ishimiz sizga manfaatli bo'lsa, ya'ni foydasi tegayotgan bo'lsa, albatta izohlarda o'z fikringizni yozib qoldiring va ilm ulashishga harakat qiling. Ya'ni siz qancha ko'p ulashadigan bo'lsangiz, biz bundanda sifatli kontentlar, materiallarni sizga berishda davom etamiz. Demak, birinchi kun testi masalasini to'liq formatda tahlil qildik. Agar savolingiz bo'lsa, izohlar bo'limiga yozib qoldiring.